Saqiltib qo'ydim, ha? Hech qisi yo'q. Tamoq yeta olamsiz? Kim menmi ya? Ha? Tamoq? Ha? Ha, men bu qo'yqalig'imda atishaqanchi halab yetalayman, tamoq yetamayman. Mana adam yeydigan, lag'man, polo deganek tamoqni davatdimi? Yo'q. Menga anam ani o'rgatmabdi qaylan. Mencha qaylan kichik vaqtimda da chinamni ko'tarib, qozon beshig'i anamning o'tabdi qaylan. Cho'mishdan keyin qasdi qo'yib balam. Uğaval degan men oshxonada men qozon beshi yurmaydi. Men chira uyga tamoqni hozir ochib berim deb haydib aytgandan meni. Shondan keyin qozon beshidan qo'rqadigan bo'lib qolganman. Sizcha siz tamoq yeta olaysiz qachon? Mencha qarang. Ha. Tayyor cho'pni chiliy olayman. Nemiki men oshxonaga kirsam qarang. Mo'yning purqi bor-ku. Bek ko'ngillashtiradi danga. Tamoq yeysiz qachon? Ya mayning purqidan ko'nglingiz ilishida. Oshxonada qozonda pishgan tamoqni g'ob yeysiz qachon? Shunami ya? Ya, bu sizni anangizga kichik vaqtingizda qozon beshi kam bolam deb no'g'ishdan keyin dis qilib pishishni urib aytganmi ya? Voy, ya unda gap yo'q. Mening opammi-chu qarang, tamoqni toza o'xshatanmaydi danga. Shunga. Shunga asosan tishida yeymiz biz tamoqni. Ammo shu dadam shu ancha-munchamda uyda etib qo'ydi. Tishlik tamoqlarni zerikib qolsa-chu hamdi. Dadingiz yedi-da? Ha. Voy, bechara qaynatam. Qaynota? Ya, voy, bechara sizning dadingiz ham. Dadingiz tamoq yetadigan uy emasmi? Voy, bechara dadingiz deb ketdingiz-ku. Kishi tamoqasini bo'ptamdi. Ya, kishi tamoqasa ishim bo'lmaydi. Menga qaylan kichik vaqtimda anam, o'g'lim, men kishi degan talani adimi. Cho'ng ishlarga bunda zikrni upurtida. Shunga men uyda kichik ushaq bunda tamoq etish, 40 deganda ishlarni ayol kishi qildi deb o'rgatgancha, shunda deb qo'ydim endi. Voy, siz jo'q qarang. Anam deydigan bol ekansiz-da. Ben hazır cemiyet o'xshamaydi. Ayol kishimi teshig'i chiqib xizmat qilib, bunda pul tepayotgandan keyin, kishi ancha-muncha uyning ishlariga yordamlashib, qozon beshining ishlariga yordamlashib bo'ptamda. Va angladiq, shaylik o'g'avallidan. Biz sizning bir ishlab, talatiz ishlab topgan pulinglar, shu anglik bilan choyning pulini oshmaydi ekan-ku. Va shuningga yetsizda xo'sh olsangiz bo'ldi, jumot-taxi. 70 qarang shu kishining topgan puliga oldigan gap. Texa. Men ikkimiz to'y qilib qolsaqchi, maslan. Maslan, Siz men ishdan kelgan tamoqlarni etib saqlab turingmi uyda? Men. Bir bekaç ekansiz-ku, qilgan ishingiz yo'q. Nima do'stmi qilsangiz? Shunda. Men bakacha. Bakacha o'qandan keyin siz kelgacha uyda tamoq etib, bunda sizni saqlab. Ondan keyin bir tuqqashtiray bo'lmasa. Siz o'g'alg'amroqmi, qizvalg'imi? Bir sesiq qilmagan menga. Yo'q, sesiq qildim, men siz aldirash o'qanik deyman-ku, vaqt yetmay qolmasin deb. Bir sesiq qilib bermagan menga. Yo'q, sesiq qildim, chaq. Menda qaylan. Men o'z ko'nglimdan menda o'ylab ekanman. Hamda sizda o'xshto, bir xil tamoqni etib olsa, men bu o'ydimda safada yetib putqularni almashtirib, o'tirib izdashning kinoxonasidan kino ko'rib, mazza qilib tamoq pishgan yeb aytgan bo'lsam, lekin hamda bu arzu armonlarim men shahada amalga oshirgandek emas ya. Ras qaylanmi, bak qiziqyaptimi qaylanmi? Yomon cho'ng gapini qilyaptingiz. Siz nima xizmat qilsangiz? Voy, men shu 3 kunning oldida qarang. Shu boshqurg'uvchi maymoq bilan so'qishib qilib, istifa berdim xizmat. Taxa. Nima ish qilgan baka-bakada? Bizning boshqurg'uvchi degan maymoq qarang. Bek to'li gap qildi danga. Oyan tozsam miyamay atgan deydi. Bu yan tozsam oyoq qismoqgan deydi qarang. Bu bekchilik qilib atgandi. Tavba juydigan chileklar o. Shuni pishiq kaydirib qo'ydim danga. Voy, siz xili jidal qo'qili yomon emas, qasqas mushtlashib qo'ygan qizlar ekansiz, nima qildi? Jiningiz va. Shu naning tozligini qildingiz siz? Voy, jo'baning qarang. Jo'ban siz-ku jo'baning tozligini qildingiz. Kechech qora qichdigan. Shaning tozligini qildim danga. Bekchilik vatdi bilmaysiz. Bergan puli tayinliq uyaning mashi. Shuninglar chilakni beshiq kaydiriblam. Adibini beriblar. Voy, yomon qizlar ekansiz, nima ravras. Gapning qiziqdiq kaynida. Bu 2 kunlik maoshimni ilib olay debdan men. Lobanning ishxonasiga kirdim. Yomon tez gap qildi ekan, lekin ham o'zimning saviyarim bo'lsa tayinliq danga. Azroq yaldirib tushamadim gapning. Yomon jilib ketdim, ochchig'im bek yomonchu. Bek terkib ketib, ba'zi gaplarni tushunamay. Voy, ammabdi men o pulangni deb. Tobani tashlablam oldim. Kaçıp çıkettim şu. Ben bulmapta işlegendeki şeklini iliş gerek. Siz de izdashning tercüme yok gene. Qaynan da. Sizga bir narsa deb beray. Ben ko'rdingizmi, mana izdashning terjimani. Jiddiy gap qilgandan gapini tushunamagan vaqtda, ya'ni 5 kunda qaylab turib olasiz. Mana masalamanda turib olasiz. Shart qo'yib bersiz. Ben ko'rdingizmi? Ben ko'rdingizmi, davlat o'rtaqlik terjim qildimi?
siz Lobenning ba'zi tushunamagan gaplarini tushunish uchun mana biz bunda olam turib olsiz qaylan. Gip tukkandan qo'yib o'tsangiz, mana Uyg'ur tarjima chiqdimi? Manda aptital deyman. Mush bo'lgan bo'lsa 2 kunlik maoshingizdan qo'rqolmaytingiz emasman. Bo'lgan narsa ekan to'q. Eras qanday tushirdi uni? Onu bir ögüzden çağmaydı. Hani ben tulpunuzdan aptital düşürdüğüm bir yer bağı. Ha, miyade. Ha, bana izleştim kino kansı belki ama. Kino kansı var. Ha, ama tercümanı ne? Onu ki ben izleştim çiğ gücüne düşürürsünüz. Nurgu ya asqatı demez mi? Ha, ma'qul. Buni o tushirib olaman qarang. Ama ikkimizdan gapga kelaylik. Xo'sh. Achchig'imni o'zingiz bildingiz-da, ha? Ya ras bakan qilib. Lekin kiyimni bo'zaq qilma deb o'ylamoqchiman. Qanday? Chiqib bitingizni bir o'tak tiqib qarang. Qochiqingizni chiqib etib. O'zim boqimoqchiman mana deb qo'yayman gapni. Hoştan şu an taxta. Ya yaxshi paranglashdik ha? Usudingizmi? Ha. So'rashingiz keldi? Ajab yaxshi dedim. Ay bir do'kon. Kim bo'ldi? Yo'q, men abay, men gul sen mendan nima qilib qolibdi-kan? Men bunda retta qo'ydim. Muzdek suvda 2 potalka kelayapti. Ma'qul. To'xtang. 2 minut chiqib bo'lamisiz? Yo'q. Ma'qul. Hozirlik kelaman. Muzdek siz-a? Ma'qul. Ma'qul. Ma adashmo suv ekan deb yo'qolib ketam nima? Qochoq chiqilishdan burun. Hey, Qochoq Ahmad Sata.